Hozir mana bu 3 xonalik 86 kvadrat joyimiz. Hozir ustalar kirgan ishlayapti. Hozir tualet paniyasi. Mana bir tok montaj ishlari olib borilyapti. Hali suvimiz kelmagan. Oshxona montaj bo'ldi. Kotel joylari qo'yamiz. Xudo xohlasa tugab qoladi. Bu yog'i disk. Bu zalimiz. Tepalari zali. Mana bu spalni. Ko'rsangizlar qo'rqasizlar. Panjaraga e'tibor qilmanglar, bu shuncha olib tashlanadi bu. Xudo xohlasa bu bir oyning ichiga sizlarga yana bitta obzor qilib chiqarib ko'rsatamiz. Bir oyning ichiga xudo xohlasa taxlab yana video qilib chiqaramiz. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari. Mana bugun sizlarga va'da qilgan uyimiz xudo xohlasa bitib qoldi. Mana hojatxonamiz, aristonlarimiz. Ariston 80 tali. Shimga nasib o'rnatganmiz. Sho'ylari. Mana o'tganlik agar eslaringizda bo'lsa, u safar biza o'sha endi ustalar ish boshlagan vaqtimiz olgan edik. Mana rakvinalarimiz, shundalarimiz. Oshxonaga ketamiz. Hoppa.